Assalomu alaykum yaxshi insonlar. Bobojonis kanali ancha yillardan beri ko'pchilik oilaga yordam berib so'rab keladi. Shu qatorda o'zim ham o'g'ilcham uchun yordam so'rab keldim. O'zim yolg'iz onaman. Yolg'iz onaga qiyin ekan. Borarga joyim yo'q. Ijarada yashayman. Onaga rostdan ham qiyin, nima deyishni bilmaydi. Bolasini qaranglar, juda strashli ishib ketgan. Kundan kunga kattarar ekan bu holat. Aytishlaricha mana bizga iltimos qilib kelgan, boshimda erim yo'q, ijaraga turaman, uyim ham yo'q, restoranda ishlayman deyaptilar. Do'stlar, ko'pchilikka bilinmaydi. Bir kishiga og'irdir. Balkim oramizda mana shu videoni tarqatishga yordam berasiz-sizlar. Yoki bitta like bosasizlar, keng ommaga tarqalish uchun. Iltimos, mana shu bolaga rahmingiz kelsin. Bu bolani Hindistondami, Turkiyadami, Toshkentdami davolatish kerak. Endi srochni faqat onani uyi ham yo'q ekanlar, ijarada turar ekanlar. Bizga aytadigan gaplarni aytyapmiz. Bolasini srochni davolatish kerak. Nima deysizlar do'stlar? Birlashamizmi? Shu insonga juda ko'pchilikka yordam berganmiz. Shu ona ham qolib ketmasin. Gapiring, mana nima fikringiz bor? Bobojonis kanalidan yaxshi insonlarga yordam so'rab keldim. Yaxshi bitta o'g'ilchamni ijarasini davolab kelish umidi. Yo'llab yorib so'rayman. Yaxshi insonlar yordam beradi.